Ishonch 2030 dasturi doirasida respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazining Farg'ona viloyati filialiga zamonaviy tibbiyot uskunalari olib kelindi. Ishonch 2030 loyihasi bo'yicha 100 ga yaqin tibbiy jihozlar berildi. Bular ABR Bank tomonidan, UNICEF, UNIFPA tomonidan berilgan jihozlar bizni chaqaloqlarimizni parvarishlari uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Bu tibbiy jihozlar shu chaqaloqlarni parvarishi uchun, chaqaloqlarni yashashi uchun hamma qo'limizdan kelgan harakatni qilamiz. 2026-yil boshidan markazga 8 turdagi yangi apparat keltirildi. Ularning umumiy qiymati 1 milliard 627 million so'mdan ortiqroq. Uskunalar muddatiga yetmay tug'ilgan chaqaloqlarni reanimatsiya qilish va parvarishlashda samarali xizmat qilmoqda. Shuningdek, viloyatda ilk bor autogemotransfuziya apparati ishga tushirildi. Mazkur apparat jarrohlik vaqtida bemor qonini 5 daqiqa ichida tozalab, qayta quyish imkonini beradi. Onalar salomatligini asrashda muhim ahamiyatga ega. Silver apparati ekspluatatsiyaga qo'yildi, ya'ni jarayonga qo'yildi. Bu apparatda biz ishlayapmiz. Bu apparat shundayki, yo'ldoshni oldida kelishi hamda yo'ldoshni bachadonga o'sib kirishi, operatsiya jarayonida o'tkir qon ketish ehtimoli bo'lgan kasallarga tayyorlanadi bu apparat hamda o'sha ketayotgan qonni atsos orqali filtrga surib olamizda, через sentrifuga tozalab turib, qayta yuvilgan massa tayyorlanib bemorning o'ziga quyiladi. Hozirgi kunda shu narsalarga 90% cheklovlar qo'yildi. Ya'ni qon ketishdan inson, homilador ayol hech qachon nobud bo'lmaydi. O'z vaqtida yuqori texnologik jarayonda hisoblanadi. Shu apparaturada mustaqil to'g'ri ishlansa, hech qachon og'ir ahvolga bemorimiz tushmaydi. Zamonaviy tibbiyot uskunalari bu faqat texnika emas, bu saqlab qolingan hayot. Ona ko'zidagi umid, chaqaloqning esa kulgusi demakdir. Ishonch 2030 dasturi Farg'onada tibbiyot sifatini yangi bosqichga olib chiqmoqda.